Hurmatli obunachilar, taxta davri o'tib ketdi. Endi temirdan tomni qilamiz. Juda mustahkam. 3 ta sababini aytaman do'stlar. Birinchidan juda arzon, ikkinchidan ancha yilga xizmat qilishadi. Ya'ni eng mustahkam materialdan qilib berishadi, konteyner materiallardan. Bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilasizlar. Eng arzon narxlarda bizning kanal uchun qilib beradilar. Murojaat qilaverasizlar. Farqi yo'q. Futbolni polya, naves, molxona, любойni qilib beradilar. Temir bo'lgan narsani hammasini qilib berishadi. Murojaat qilaverasiz.